Sizda qabziyat bormi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Bilasizlar, men anchadan beri qabziyatga qarshi kurashaman. Shu uchun men bu narsani uyda домашний yo'l bilan davolamoqchi bo'ldim. Uydagi bor hali pishib ulgurmagan mevani oldiga borib, yaxshilab mevalarni chiroylilaridan, o'rtacha bo'lgan chala pishganlardan topib terdim. Ko'p termadim, o'zim bilan yana bir kishiga yetarlicha terib, yaxshilab tozalab yuvib oldim mikroblardan xalos bo'lish uchun. Keyin ana endi siz qabziyatdan qutulasiz, singiz diareya bo'ladi.